Battar og'riq kuchayib, qiyshayib qoldim-da, juda ham qiyshayib, og'rig'im oyog'imga berib qoldi. Belingizni aytay, ko'rsangiz sizni ko'proq opa. Keyin xabaringiz bor-a, umurtqangizda salgina qiyshayish bor yonboshga qarab. Shu yura olmay qiyshayib qoldim-da, tashqariga chiqishga ham qiynalib, shu oyog'im, chap oyog'im dumg'azam bilan to'piqqacha og'riydigan bo'lib qoldi. Rosa qiynaldim. Xudoga shukr, mana hozir 4 kun bo'ldi davolanayotganimga ancha yaxshiman. Demak, rezultat berib boshladi, to'g'rimi? Keyin kunlaringizda sal og'riqlar bir qo'zg'ab oldimi sizni? Qiynab oldimi? Ko'p terlatib, bezovta qilib og'riqlar kuchayib. Ha, shunday terladi. Maqsad shu mana shu grijani, atrofdagi vaspelinani ukolni joyidan qilib beryapsiz-ku. Bu blokadaga kirmaydi opa. E'tibor qilmasangiz, men deganimda qilyapti, to'g'rimi? O'shalarda orqali tezroq nerv hujayralarini tiklab, o'sha joydagi mana vaspelinani yo'qotib, opa, tezroq og'riqni qoldirib, sizni yurgizishga bir sababchi bo'lib qolamiz, opa. Siz o'tirib tursangiz, qandaydir yengillik bormi oldingidan ko'ra? Ha, yaxshi, ancha Siz yaxshi. bemalol yurib kelganingiz yo'q edingizda. Yo'q. Qiyshayib kelgan edim. Qiyshiqlik ham to'g'rilanib ketishi uchun kamida 3-4 kurs to'liq erimi endi lechini o'ng opa. Siz Jizzaxdan kelganmidingiz? Jizzax Qalorol tumani. Jizzax Qalorol tumanidan kelgansiz. Bilaman, holatingiz juda ham og'ir edi. Bir aytib bering, qanaqa kasallik bilan keldingiz men oldimga va qayerdan eshitib keldingiz? Men buni ko'p qarindoshlarim izlab topishdi YouTube'dan. O'sha orqali keldim. Oldin ko'p joyda davolandim. Yangi yer klinikasida, Niso klinikasida davolandim. Foydasi bo'lmadi. Keyin Toshkentda Sergelida Darmon Nuri klinikasida davolanib keldim. U yerda faqat umurtqadan ukol qilishardi. Faqat bir kunda o'sha edi. Boshqa hech narsa qilinmadi. Lekin 10 kun yotgan bo'ldim. 10 kun yotgandan keyin yana uyga kelib o'sha ahvol bo'ldi. Battar og'riq kuchayib, qiyshayib qoldim-da, juda ham qiyshayib, og'rig'im oyog'imga berib qoldi. Belingizni aytay, ko'rsangiz sizni ko'proq opa. Keyin xabaringiz bor-a, umurtqangizda salgina qiyshaysh bor yonboshga qarab. Shu yura olmay qiyshayib qoldim-da, tashqariga chiqishga ham qiynalib, shu oyog'im, chap oyog'im dumg'azam bilan to'piqqacha og'riydigan bo'lib qoldi. Rosa qiynaldim. Keyin oxir men shu yerda eshitib, shu yerga keldim. Juda yaxshi. Xudoga shukr, mana hozir 4 kun bo'ldi davolanayotganimga ancha yaxshiman. Demak, rezultat berib boshladi, to'g'rimi? Keyin kunlaringizda sal og'riqlar bir qo'zg'ab oldimi sizni? Qiynab oldimi? Ko'p terlatib, bezovta qilib og'riqlar kuchayib. Ha, shunday terladi, lekin ana qildi. Faqat endi sal oyog'im sal og'rib turibdi. Endi qolib ketadi dedi. Hali lecheniya ham tugagan yo'q-ku. Buningizni razmeri opamning esimdan chiqib ketgan, nechida razmeri grijangiz? 7, 5, 4, 5 edi. Ha. Uni hammasini bizda qilmaydi. Shuning ichida 7simi, 5imi qaysidir birovi mana bu kanalning ichidagi mana nerv ta'sirlaydi-da, atyokcha shig'atda qisib qoladi nerv. Shu dumg'azam o'tirgan paytim, shu dumg'azam og'riydi-da, o'tira olmayman. Hozir sal o'tirib turasizmi hozir? Ha, o'tirib joyingizdan. 4 kun bo'ldi kelganingizga. Ha, 4 kun bo'ldi. Demak, sizda masalan endi mana sezar boshlaydi tozayam, mana 5-chi, 6-chi, 7-chi kunlariga tozayam yaxshi bo'lasizlar. Maqsad shu mana shu grijani, atrofdagi vaspelinani ukolni joyidan qilib beryapsiz-ku. Bu blokadaga kirmaydi opa. E'tibor qilmasangiz, men deganimda qilyapti, to'g'rimi? O'shalarda orqali tezroq nerv hujayralarini tiklab, o'sha joydagi mana vaspelinani yo'qotib, opa, tezroq og'riqni qoldirib, sizni yurgizishga bir sababchi bo'lib qolamiz, opa. Shuning uchun har doim bu lechinani keyinchalik ham siz uchun qo'llab tursak bo'ladi. Bu grija hech qachon kattalashib ketadigan narsa emas. Qachonki nagruskani kuchaytirsangiz, yiqilsangiz va harakatni kuchaytirsangiz, yana o'sib ketaveradi. Men demoqchi bo'lganim, opa, bir kursning o'zidayoq yura olmay kelgan inson yurib ketishi ham mumkin. Bu mo'jiza. Albatta Xudoning kuch-quvvati irodasi bilan biz sababchimiz, opajon. Sizga demoqchi bo'lganim, mana shu faqat belingizdan ko'proq ukol qilyapsiz hozir sizda. Shu og'riq endi sizga ukollik sal berishi mumkin, lekin o'zi grijaning og'riqlari o'zi haftaning ichida yo'qolib boshlaydi sizda. Hozir bir turib o'ynab ko'ring, qani bir o'tirib tursangiz, qandaydir yengillik bormi oldingidan ko'ra? Ha, yaxshi, ancha yaxshi. Siz bemalol yurib kelganingiz yo'q edingizda. Yo'q. Qiyshayib kelgan edim. Qiyshiqlik ham to'g'rilanib ketishi uchun kamida 3-4 kurs to'liq erimi endi lechini o'ng opa. Shuncha sarson bo'ldingiz, yurdingiz, kasalxonalarda davolandingiz. Ular ham qo'ldan kelganini qilgan, lekin foyda qilmagan sizga. Endi sizga o'xshab qiynalib opa, sarson bo'lib berganda juda ham ko'p. Zora sizda mana shunaqa bemorlarni ko'rib, mana juda ko'p olyapman, mana suhbatlar bo'lyapti. Ko'rib, mendan davolanib ketsa, siz ularga sababchi, prosta bir yordamingiz tekkan bo'lardi, opajon. Juda ham yaxshi, men xursandman. Opa, endi lechinlar davom etaveramiz sizga. Sog' bo'ling. Rahmat.